Xolasangiz aka gaplashmasin. Bu meni misol uchun telefonim, qarang. Bu meni telefonim, shaxsiy meni mulkim. Buni hokim olib bermagan yo hokimligingiz olib bermagan. Men majbur emasman berib kirishga. Xolasa gaplashsin, xolamasa gaplashmasin. Lekin aytgan gapingizda turmadinglar, va'dalarni ustidan chiqa olmadinglar. Mana Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimligi prezidentimiz olib borayotgan ochiqlik siyosatiga qasddan qarshilik qilyapti. Yolg'on emas. Nima ochiqlikka qarshi bo'lmasanglar, nima kamera bilan kirishimizga ruxsat bermayapsizlar? Nimaga telefonlarimizni olishga harakat qilyapsizlar? Nimani o'zimiz aytdik? Bo'ldi, mana kamera qoladi. Telefonni nima olib qo'ymoqchi bo'lyapsizlar? Sizlar ochiqlik siyosatiga qarshisizlar. Sizlar qarshisizlar. Sizlar qarshisizlar. Sizlar va'dalarda tura olmadinglar. Bu bo'yicha men respublikalardan kutaman munosabat. Ko'rasizlar. Ochiqlikni o'rganib olyapman. Shumi bilganingiz zo'rligi? Bilmayapsiz, nima qilayotganingizni. Xizmat vazifangiz nimadan iboratligini bilmaysiz. Hammasi to'planib turibdi. Bizni bez kamera, bez telefon kirishimizni kutib turibdi men bilan. Hammasi operlar men bilan mana. Hamma operlarni yig'ib olgan mana. Hammasi oper. Uyat Mingbuloq hokimligiga